keluvdim aka, yuragiga tegadigan bitta savol bilan kutib oldilar. Ko'p ko'rganman videolaringizni dollarlarni ko'rsatasiz. Ha. Shu dollar o'ziznikimi yo kassadan tekin olib videolar qilib olib? Shu joyga jahlni yomon chiqazgan paytlarga endi, aka, menimcha chexolingiz bitta kal tursa kerak. Sizga bitta kal emas, 4 ta kalla beryapman. To'xtang. Chexolni qanchada taqasiz? O'zi yarim soatda taqiladi. Hop. Sizga 20 ta taqib beramiz. Qarang, soat 2:40 bo'ldi mana. Rovno 3:00 gacha taqib beradigan bo'lsangiz, pul sizda qoladi. Mendan keyingi kelgan 3 ta odamga ham tekinga chexol taqasiz. Bo'ldi, gap yo'q. Voy, 5 minut qolibdi sizlarga bo'la qoling. Hop, aka mana bo'ldi mana. 4 minut o'tib ketib qolibdi-yu, bu yog'i nima bo'ladi aka endi? Aka, to'g'risi eski chexolni olib tashlashni hisoblamayman. 4 minut o'tib ketib qoldi. Gap mana 400. Mana chexol. Ketaversangiz bo'ladi aka. Aka, lekin ketadigan joyim sifat zo'r, ish toza. Pul bermay ketishga uyalaman, chunki men ham ertaga bunda yuraman, men pulini olasiz. Yo'q, aka, olmasangiz bo'lmaydi, men ketmayman olmasangiz. Pulini olasiz, lekin nomimdan kelganligi nima bor? Martga yuramiz. Koordinar nomidan mana shu videoni kommentariyasiga Nexus deb yozib qoldirsin. Orasidan tanlaymiz-da, bitta odamga polik podarka. Bo'ldi aka. Nexus deb kommentariyani portlatib yuborasizlar. Aka, rahmat. Sizga ham rahmat aka. Kuzatishni davom ettirsin. Koordinar sifatni qadrlovchilar uchun, aka. Rahmat.